Assalomu alaykum go'zallarning go'zallari, qizlarchalar. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Men bitta narsa hozir aytkim keldi sizlarga. Men faqat mana shu videoni qo'yapman hozir. Kim qancha bo'lsa o'zini vesini yozsin, marafon qilamiz. Qachaba 6000 qadam bo'lsa ham yursanglar bir kunga, qani bo'lgunimcha har bitta tarozi taym ves yozamiz. Kim qancha ozganini shu kommentariydan bilamiz. Kim menga qo'shilsa gapimga, vesinglarni kommentariyaga yozib ketinglar, uyalmasdan. Chunki bu marafon ozadigan marafon bu kanal. O'shaning uchun bemalol yozib, esga qolish uchun yozib qoldiringlar. Bugundan boshlab, ertadan boshlab sizlar ham yurib, qanaqadir dieta qilib, men bilan tengma-teng o'sishga yordam qilinglar. Menga motivatsiya bo'ladi sizlarni ko'rib. Men ham sizlarga motivatsiya bo'laman. Men hozir zalda shug'ullanyapman. To'xtaganim yo'q. 3-4 kun to'xtadim tishim operatsiyasidan keyin. Hozir ertaga bu tishimni ham operatsiya qiladilar, doktor implant qo'yadilar. Yana 2-3 kun zalga chiqolmayman. O'zolmadim bu safar ko'p o'zolmadim. Yana shuni eslatib o'tamanki, hamma so'rayapti, yo'lga qachon chiqasiz deb video qo'ygim kelmay qoldi to'g'risi. Chunki qachon chiqsam ham men o'zimning sog'lig'im uchun shu yerdaman. Hozir chiqib ketaman desam chiqib keta olaman, lekin doktorim ruxsat bermayaptilar. Aytayaptilarki, qachon yaxshi tuzalsa, eringiz ketsa, keyin yo'lga chiqsangiz bo'ladi. Qozog'iston cho'llarida qolib ketasiz ishirib yana deb ruxsat bermayaptilar. Qachonki ruxsat bersalar doktor, o'sha kuni shunday chiqib ketaman. Men odamlarning negativlarni gapiga kirib, shoshilib hozir chiqib ketib, o'zimni jonimni azobga qo'yish niyatim yo'q. Kuzatginglar kelmasa, meni kuzatmanglar, mayli. Lekin men o'zimni jonim uchun mana shu yerda yashab turibman. Chunki menga ham havas, orzu emas bu yerda bir opani uylaridaman. Ularni bezovta qilib yashab yoki bo'lmasam doktorimni joniga tegib, hadeb borib yoniga boshini qotirish niyatim yo'q. Havas uchun yurganim yo'q bu yerda. Yursam ham baribir zavq qilib, mana o'sha qadamimni, o'sha yurishimni qilib yuribman. Men o'zimning sog'lig'im birinchi o'rinda. Menga negativlarning gapidan ham ko'ra sog'lig'im birinchi o'rinda. Tishimni to'g'irlatib bo'lib, doktorim tishi bugun chiqing, endi sizga yo'lga yurish mumkin degan kuni men o'sha kuni yo'lga chiqib ketaman. Xavotir olmasdan ko'nglingizni to'q qilib o'tiringlar. Negativ yozsanglar ham mayli endi. Men endi video qo'ygim ham kelmay qoldi bu yog'iga. Prosta qizlar vesinglarni yozinglar, birgalikda ozamiz. Men O'zbekistonga borsam nasib bo'lsa yana birgalikda ko'rishib ozamiz, zal ochamiz. Hammalarni yaxshi ko'raman. Allohga omonatsizlar. Men ham doktorga alohida rahmat, opaga alohida rahmat. Menga uylardan joy beryaptilar. Doktor, sizga rahmat, meni sog'lig'imni o'ylab, meni qo'yib yubormayapsiz, ruxsat bermayapsiz. Mayli. Mendan qaytmasa Allohdan qaytsin yaxshiliginglar. Joninglar sog' bo'lsin har doim.